Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Yaqinda bir 4 yillik rezultatimiz osmotriga kelib ketdilar. Bemorimiz eng qizig'i operatsiyadan keyin biror marta osmotriga kelmaganlar. 1 oylik, 3 oylik, 6 oylik, 1 yillik qayta ko'riklar bor. Bu holatni nimaga aytib bermoqchiman? Qayta ko'riklar juda muhim. 4 yildan keyin osmotriga keldilar va nozrilardagi ozgina bir-biriga nisbatan asimetriyani shikoyat bilan keldilar. Burun uchini ozgina egilganligi hisobiga nozrilari ozgina uni ham aytganlaridan keyin e'tibor berganda farq qiladi. O'zi unchalik bilinmaydi, lekin ozgina farq bor. Nima uchun qayta ko'riklar muhim? Agar erta davrda aniqlansa, bir qancha asoratlarni oldini olish mumkin. Shu uchun ham 1 oylik, 3 oylik, 6 oylik osmotrlar juda muhim hisoblanadi. Bemorlarimizga iltimos qilib qo'yamiz. Har doim osmotrlarga kelib turinglar.